Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Nima gaplar, nima so'zlar, nima yangiliklar? Ikkinchi kun ovqat yemay to'rg'iz yeb chiqdim hozir. Arbuz yeb chiqdim. Bir tonna. Shu bilan tuz totganim yo'q, ishonasizlarmi? Din haqida nima deysiz? Din haqida nima deyman? Din haqida hech narsa demayman, потому что ertaga gaplashamiz endi. Xudo xolasa. Nihol nima bo'ldi? Instagramda ochib ketdi-ku. Yo'q, просто bolalari bilan bo'lib efir ochmayapti. Endi bechara hamma joyda kozlar отпущение bo'lib ketdi-yu, hamma joyda vinovat qilib qo'yishdi. Shuning uchun как yaxshilikni ko'ti teshik deydi, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, bechara hamma joyda balo yo'qib ketdi. Sabrina situatsiyasida ham nech pul tushgan, потому что отчет berishing kerak, xalq to'g'ritda dedi. Sabrina ham qo'rqib ketib, pulim olib qo'yadi shekilli deb vinovat qilib qo'ydi. Pulimni tekshiryapti deb qochib yuruvdi. Endi kozyol отпущение topishib oldi hammasi. Kimdir oxirida vinovat qilib qo'yish kerak-ku. Meni vinovat qilishmoqchi edi, kuchi yetmadi. Endi slabiyroq ayol shu ekan deb shunga yopishib oldi hammasi. TikTokda ona sher degan videosini ko'ring. 7 yosh qizni zo'rlashayotdi ekan. Voy, unaqa odamlarni men ko'rmayman. TikTok musorxonaga umuman kirmayman men. Video qo'yib qaytib chiqib ketaman. Prямой efir ham ochmayman, даже yaqinlashmayman bunaqa joyga. Umuman. TikTokni men как-то musorprovod deb o'ylayman har doim. Plas zajgalkam qolib ketibdi yana. Uyimda zajgalka yo'q. Yordam beringlar. Kim Turkiyada zajgalka olib kelib beringlar. Zajgalkam qolib ketibdi. Qizlarnikida. Qaysi dina profil beringlar? Ko'p to'g'ri musorxona. Da. Hamma bekatchilar TikTokda. Топ-топ Сабрина вообще с вами не общается? Вообще не общается. Она и как приехала, не общалась. Как про деньги начали, про деньги слово началось. Pul haqida gap ketgandan beri Nihol bir marta klinikaga borib, qancha to'planganini bilaylik, qancha to'planganini bilish kerak-ku, xalqqa aytishimiz kerak-ku deganda, voy Niholni musordan olib musorga solishib, janjal qilishib, janjal qilib Nihol yomonga chiqdi unda ham. Bu safar ham klinikani deb, qassobxonani deb Nihol bechara yomonga chiqdi. Pul so'ragan, nabarot, ko'koshga pul undirib bermoqchi edi. Endi to'lash kerak-ku moralniy ущерб. Jasmin opa pul berib olsa odamlarga gapirib chiqasizmi yomonlab? Voy, qani pul berishganda birorta hajabi qiyshiq eshigi bor uy olarmidim? Kvartira xizmat qilib yuravermasdan bir tishlam uy berishsin. Menga to'plab bermabsizlar shu Sabrinani o'rniga. Bitta uyli bo'lardim, bir umr duo qilib o'tardim. Ko'proq meni duoyim tegadi, chem narkomanlarning duosi tekkandan. Alkash narkomanlar duosi tegmaydi. Meniki chin ko'ngil odamning duosi tegadi. Menga pul bermabsizlar lutchi. 10 so'mdan to'plab uy olib berganinglarda bir umr duo qilib o'tirardim. Dina nima bo'ldi? Dina ne bo'ldi? Ertaga ko'rishamiz, ertaga ko'rishadigan bo'lganmiz, ertaga ko'rishamiz. Hammasi hali tong otsin, hammasini ko'rasizlar. U объявленияni, во-первых, men ilmaganman. U объявленияni Rossiyada yashab yurgan paytimda 4 yil oldin chiqqan объявление u. Jaloblik qilgan meni rasmlarimdan yaxshi klient bo'lar ekanda, qaranglar. Значит, o'zim rasmimni ilib, o'zim ham jaloblik qilaymikin deb o'tiribman hozir. Nomer ham meniki emas, Turkiyada bilasizlar, nomer pasportga olinadi. Nomer pasportga olinadi, shuning uchun savjilikka borib заявление yozib keldim. Ana shu nomerda объявление kim yoqqani haqida
Zaявleniya yozib keldim bugun. Ha, Melibayevga zapis ekrani boshlaylar. Melibayevga atalgan qo'shiq. Melibayevga atalgan qo'shiq. To'qib olay birinchi. Katta qo'toq, sen raqam turibsan, oppoq ko'tlaring ochib tiqsin deb. Yo'q, Umid opani qo'shig'iga, Umid opani muzikasiga aytmay qo'ying. Shunaqa gaplar. Endi ko't berar deb qo'ysam g'iybatchi deb chiqaverar ekanda, yubka kiyib olgan deb. Lutchi bu yubka kiyib olib ko'tingni berganingda ayb bo'lmasdi ya. Trans bo'lib ketibdi derdik. O'l bu kuningdan ko'tvatcha. Ko'tini bergani haqiqat yo'q. Haqqa qochib qutulamiz. Hozir mana telefonimda bo'lsa ko'rsataman, to'xtanglar. Shu planshetimda bo'lsa hozir ko'rsataman. Melibayev qo'toq shimishga keling bir kecha. Hozir shu yerda bo'lsa hozir ko'rsataman. Men sizlarga bir narsa ko'rsataymi? Menda nima bor bilasizlarmi? Voy, bu yerda blok qilib qo'yadi meni pornografiyani deb. Blokka chiqaman. Blok bo'laman pornografiyada. Ana! Ana! Voy! Blok bo'lib qolaman. Ana! Og'ziga olyapti. Kim bu? Fazik Mazik, Fazliddin. Blok qilib qo'ymasin, pornografiya ko'rsatyapti deb. Hozir. Melibayev ham bo'lish kerak hozir. Melibayevni перепискasi bor ekan, qaranglar. Hozir. Mana bu profilda o'chirib yuborgan mana Melibayev. Voy! Belin. Ko'rinib qolmadimi ko'tini berayotgani? Nimaga sudga berishmayapti meni? Haqorat qilyapti deb Fazik bilan, потому что bu перепискаlar nimaga ketadi-ku? Nima edi? Nimaga ketadi? Nima edi? Ekspertiza bo'ladi, keyin haq ekan deb chiqadi-yu, o'shandan qo'rqishyapti shekilli. Salom, salom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Fazliddindan olgandim. Ha, Elyormisiz? Mana переписка bor mana. Ana ko'tini bergani klient topyapti mana. Rasmini yaqinlashtirib ko'rsataman mana. Ana. Ekspertizaga berilsa shu shuni profilligi chiqib keladi, shundan qo'rqishadi, shuning uchun berisha olmaydi. Fazliddindan olgandim da, teleda gaplasha olasizmi? Da, olaman. Seks yapyorumga u bola bilan. Unaqa bolaga geylar o'zi O'zbekistonda geylari hech qachon unaqa bolaga o'xshamaydi. Потому что bosh ko'tarib yurish bor-ku. Keyin farqi yo'q. Lokatsiya tashing degan mana. Farqi yo'q, lokatsiya tashing degan. Ko'rinyaptimi? Mana. Farqi yo'q, lokatsiya tashing degan. Hozir yana bor edi.
Oho, dahshatku. Mana Fazliddin ko'tin teshigi degan. O dahshatku deb yozgan. Потому что переписка yozish intonatsiyasidan ham tekshirsa bo'ladi-ku shuligini. Qanaqa tozala yoqadi. Qanaqa tozalar degan-ku, lekin pozalar deb so'ramoqchi bo'lgan. U bu kimga siktirganingiz bormi degan. Tashayinchi degan. Kesiz ko'rasiz degan. Aka bilin, mashhurman. O'zimni strafovka qilmasam bo'lmaydi. Fazliddin aytdi, ishonchli dedi. Endi baribir zamon nozik. Bilasiz-u degan. Ha jonim, ishonaver degan. Mana. O'qinglar o'zinglar. Jonim deyishadi bir-biriga bular xotin-kalashlar. Men unaqa ko't bo'lsam Fazliddin podstava qilardim. Ana, Fazliddinni podstava qilardim agar ko't bo'lganda, lekin podstava qilib bo'lgan o'sha allaqachon. Show biznesda ko'plarni taniysizmi degan. Keyin bu aytgan da degan oxirida qaranglar. Ko'rinyaptimi? Sevgi der ekan, keyin bu videosini tashlagan. Ko'ti oppoq deylar mana. Endi buni ko'rsatib bo'lmaydi-yu. Qanday qilib ko'rsatsam sizlarga? Show biznesda degandan keyin dumaloq video jo'natgan, ko'tiga qo'toq kirayotganini videosini jo'natgan. Yuzi ko'rinmagan, конечно. Ko'tiga qo'toq kirayotganini jo'natgan, keyin bu yog'i o'sha Fazliddin jondiki голосовойлari bilan eshitinglar. Va alaykum assalom. Qandaysan, nima gap? Rahmat. Ha, ovozgining o'chsin, harom. Ko't berar. Ro'za Ramazon kunlari sikishgan payti. Yozyapti. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Qandaysan? Nima gap deyapti. Yaxshi, rahmat. Aka, vaqtingiz qanday deb yozyapti. Nimaga deyapti? Kechga grupga nima deysiz? Grup degani, gruppovoy seksga nima deysiz deyapti. Mana o'qinglar, vнимательно. O'ta ko'tini 5 ga 1 urayotgani bor, shuncha ko'rsatmayman. Ana. Labbe Fazik deyapti. Bu yerda qarochi profiliga va o'tgan yozishayotganini tan olmay qo'ymasin deb mana obnovit qilib перепискаga o'tib ko'rsatgan joyi bor. Mana Fazliddiniki mana o'tdi перепискаga. Mana galochkasi ham turibdi tepada, ko'ryapsizlarmi? Shu meniki emas deb tan olmadi oxirgi paytda. Hozir men sizlarga o'qib beraman nima deganini. Hozir o'qib ko'rsatib o'qib beraman. To'xtinglar hozir. Fazik degan, labbay degan, ertaga o'tgan safargidek qilib tomog'inggacha olasanmi? Ishdaman, pizdets turyapti degan u bola. Aka, bu yerda yozmang unaqa narsa, iltimos tushuntirdim-mu sababini. O'chirib yuboraman, uka deyapti. Mana. O'qinglar yaxshilab. Ana. Yo'q, hozir chiqib qoldi telefonimdan. Hozir gapirmoqchi emas edim. Prosta o'shani so'raganinglar uchun qo'yib beryapman. Mana Elyorda meni gapirgan joyi mana. Fazliddin meni gapirgan joyi. Yoqin uni. Endi tili unaqa-yu, qishloqcha. Man только sikaman. Mayli unaqa ham akt kerak, unga ham akt kerak. Fazliddin Milibayevni predlagat qilyapti bu bolaga. Faqat unga akt kerak. Mayli unga faqat akt kerak. Yozsin degan, keyin men haqimda gapiryapti. Aka, hov, Jasmin ko't bilan salom alaykingiz yo'qmi? Nimaga? Yo'q, nimaga tanimayman. Reelslarda bitta video
chiqib qoldi. Instada kiring tashadim deb yozyapti mana. Ishonmasanglar mana. Ana, Instadan mana bor ekan o'sha ham. Nima qilibdi shu videoga? Ikkalamizni gapiryapti nazarimda degan mana buni videoni tashlab Fazliddin galchkasi turibdi, ko'ryapsizlarmi? O'sha videoda men gapirganmanki, ikkita ko't haqida informatsiya keldi menga. Yaqinda ko'tingni ochib tashlayman ko'tlar deganim haqida unga video tashlab bu bolaga aytayapti. Ikkalamizni tashlayapti-yo deb. Mana. Jalab yiban bolasanda endi qaydagi translar bilan gaplashib yuramanmi? Menga skey yoqmayotgan bo'lsa gaplashma, zaybal qilding shunaqa narsalar naxuy debdi. U bola yozgan qarochi. Shunaqa tema qarochi. Bo'ldi, tugadi. Endi nimaga o'tsak, men so'raganinglar uchun aytib berdim, bo'ldi, tugadi. Qarochi Melibayev Dinani gapiring. Dina bilan ertaga ko'rishamiz. Ertaga ko'rishamiz Dina bilan, xudo xolasam. Ertaga ko'rishamiz. Telegramingizga jo'nating. Telegramga tashlaganman-ku, Telegram gruppamizga kirsanglar, Telegram gruppamga kirsanglar, o'sha yerda to'pada turibdi. O'chirganim yo'q. Ayting, nimani aytay? Telegramingizga jo'nating. Jo'natdi. Telegramda turibdi, gruppamga kirsanglar turibdi. Shuncha ma'lumot qayerdan olasiz? Turkiyada turib. Turkiyada menga jo'natadigan odamlar bor-da. Sabrinachi. Sabrina haqida nima dey? Sabrina haqida больницаga yotyapti u qiz. U qiz больницаga yotib olibdi. Shu desanglar, срочном порядке kasalga solish kerak-ku. Endi hisob kitobni so'radim-ku. Hisob kitob qilish kerakmi, yo'qmi? Pul jo'natganlar deb kecha prямой efirda aytganim uchun reska больницаga yotyapti, pulim olib qo'yishmasin deb. Endi davolanib ketdi, ishlaydigan sostoyaniyada, bemalol o'zi ishlayveradi. Endi pulni hisob kitobini odamlarga отчет berish kerak. Nima ish qilyapti, u pulga kim ichib yuribdi, kim qayerda tusovka qilib yuribdi, o'shalarning hisob kitobini olishimiz kerak desam, yugurib больницаga yotyapti. Yo, ertalab menga Yulduz aytdi, больницада yotibdi. Больницаga yotkizishibdi deb ertalab Yulduz menga yozib yuboribdi. Lil Xuramov endi Munisaba bilan yaqin bo'ldi, endi shu bolani gapirmang, endi oilasini boqadi degani uchun, lekin geyligi hali ham fakt. Rosa mashayniklikka onasini ko'p narsani bilmayursiz. Istoriyaga qo'yib qo'yaman gruppani, o'zimni katta profilimda istoriyaga qo'yib qo'yaman. Aktrisa u, bilamiz, Ozodaga qattiq nohaqlik bo'ldi, lekin da gapirmang, Ozdopaya qattiq nohaqlik bo'ldi. Voy, ular rosa dondirib gapirishganda, mafiya quvlab yuribdi, qochdik, u yoqdan qochaylik, bu yoqqa yashirinaylik. Mayerda yashirinishimiz kerak. Klinikalarga telefon qilib, xoningiz bo'lmasa ham bitta xona bo'shatib bering. Biz yashirinishimiz kerak, bizni quvlashyapti. Ozdopani umuman aloqasi yo'q ekan. Umuman aloqasi yo'q ekan. Nabarot pulini to'lab berdi-yu hamma yoqqa. Turkiyaga borsam siz bilan ko'rishsam bo'ladimi? Конечно. Sochim to'kilyapti, charchadim, sprey ayting. Sprey O'zbekistondan olib keldim, esimda ham yo'q, profilini yo'qotib qo'ydim shu qizni. O'zbekistondan bir 10 pachka olib kelib qo'ydim sirazi.
yaxshi ish qilmadi, конечно. Yo'q, qaranglar, uy oladigan odam, uy kerak odam, uyga muhtoj odam, uy kerak ekan, mana padarka bo'pti. Men o'sha kuni yig'lab chiqdim xursand bo'lib. Bilak, menga ham kimdir uy padarka qilarmikin, menga ham kimdir uy berarmikin deb rosa xafa bo'lib chiqdim. Bilin, mazza mana xafa bo'lib, deyman, xursand bo'lib chiqdim. Voy, mana kimdir uy padarka qildi deb. O'shandayoq telefon qildim, yarim kecha trubkasini ko'tarishmadi, keyin paydo bo'ldi. Keyin men aytsammi deb qilib, xursand bo'lib, deb baqirsa, men xursand bo'lganini ko'rib, men ham nabarot xursand bo'laman desam, bunday qildi. Yotgan ekan. Dedi. Keyin bu yoqqa kelishgandan keyin uyiga borib aytdim, sizga uy padarka qilgan, manaqa uy, manaqa bo'lar ekan, manaqa bo'lar ekan deb ko'rsatsam, rostmidi? Biz yolg'on deb o'ylabmiz. Ashincha svidetel bor edi yonimda. Menga bunday qarab, rostmidi? Yolg'on deb o'ylabmiz uni. Uymikan? Keyin ikkinchi marta borganimda, nima bo'ldi? Yozib qo'ydingizmi? Marat akaga yozib qo'ydingizmi desam, bitmagan, onasi aytdi. Onasim deb, anaqa yotadigan Sabrina yotganda atrofimda o'tdi-da. Bitmagan uy ekan-ku. Bitmagan uyni nima qilamiz? Bitmagan uy ekan-ku deb 3 marta qaytardi. Men aytdim, voy, sizlar borgininglarcha sud-mut bu bitkincha avgust oyiga sentyabrga bitar ekan u uy desam, dedi. Sabrinaga yozdingizmi desam, yozaman, yozib qo'yaman, ertaga yozib qo'yaman. Internetim ishlamayapti dedi. Keyin 4-martadan 5-marta o'sha klinikadan chiqishib uyiga borishganda bordim. Uyiga borganda aytdim, "Ey, Marat akaga yozib qo'ydim desam, yozib qo'ydim. O'zbekistonga borganda gaplashamiz-da." Keyin men O'zbekistonga ketdi. O'zbekistonga ketayotganda, esingizdan chiqmasin, Marat akaga yozib qo'ying dedim. Xo'p deb ketdi. Deylar. Marat akaga yozgan. Marat aka u kuni gaplashamiz Marat aka bilan. Iskandar akani aytib berishicha, ular короче savdoda bo'lishgan, hali aksiya bo'yicha uy sotishgan ekan. Bir kun, sevolish bir kun aksiya bo'yicha uy sotilgan ekan. Vaqti bo'lmasdan kechqurun ko'rib qolib, "Assalomu alaykum, O'zbekiston nomeringizni tashab qo'ying. Men sizga dazvanitsa qila olmayapman. Trubka endi dazvanitsa qila olmabdi-da, bir-ikki marta telefon qilib, u Sabrinaga umuman dazvanitsa qila olmaysizlar. Yozsanglar umuman javob bermaydi. Men ertalab yozganimni ertasi kuni, inni kuni o'qiydi. Hech qachon sirasi javob bermaydi. Mana menda ham peripiskalar bor, ko'rsanglar, bir kundan keyin javob yozilgan. Ushab olardim, yozgan paytda yozib qo'yardim. Umuman javob bermaydi. Ashna qilig'i bor. Keyin o'zbek nomeringizni qoldiring, men sizga telefon qilmoqchiman, o'zbek отдел продаж telefon qilish kerak ekan. Keyin yozganki, nima gapingiz bo'lsa, nima savolingiz bo'lsa, advokatim javob beradi deb yozib yuborgan. Jindiroqmi? Nimaga advokat savoliga javob berish kerak Marat akani? Yo, O'zbekistonga boribsan, shu uy kerak emas, bitmagan deyatding. Menga yozmaysanmi uy kerak ekan, uyda olmoqchi ekansan? Jasmin opa, men O'zbekistonga keldim, aloqaga chiqishda iloji bormi? Marat akaga ayting, biz O'zbekistondamiz desam, men Iskandar akaga telefon qilaman. Iskandar aka Marat akaga telefon qilib aytadi, Sabrina uyga boribdi, kutib olib, nimani ko'rsatsangiz, uyni ko'rsatsangiz, ekskursiya qilib, shu uyda topshirib qo'ysangiz desa, olam guliston. Menga hech kim uy bermadi, menga hech kim pul bermadi, menga hech kim tursigimni almashtirmadi. Menga hech kim hech narsa qilmadi. O'zim oyoqqa turib, o'zim yugurib ketdim. Endi ko'zim ham ko'rmayapti, og'zim ham qo'toqni og'zimga ola olmaydi. Endi hech narsa bo'lmaydi, tug'olmayman ham deb qasamxo'rlik qilmasdan. Ko'zi bir chiroyli ko'radi. Ochkini qaydan taqib olibdi, yolg'on informatsiya bu. Bu yerda biror marta eshitganim yo'q, ko'zi ko'rmay qolganini. Umrimda eshitmaganman. Keyin tug'ishmasligini o'z og'zidan chiqqani bemalol tug'averadi degan. Operatsiyadan chiqqandan keyin menga xursand bo'lib qarab, "Men tug'olerkanman" degan. Между прочим, operatsiyadan chiqqan paytda, "Men tug'olerkanman, farzandli bo'la olerkanman" degan. Вот так вот. Shunaqa gaplar. Вот факт, вот haqiqat. Полностью haqiqat. И все.
Вот такие вот дела. Hozir men sizlarga bularda yangi yilda operatsiyadan keyin nimaga oyoq qiyshiq bo'lib qolgani haqida video qo'yib beraymi? Bular yanvar oyida onasi bilan proyektda snimatsiya qilishgan. Nima planda qilishgan bilmayman. Hech kim ko'rmagan u proyektni. Hozir men sizlarga ko'rsataman agar bo'lsa shu yerda. U proyektni mendan boshqa hech kim ko'rmagan. Men agent maldir.777 manku. Ko'rishasizlar. Menda musofir joyda hech kim yo'q o'zimiz. Ko'rishasizlar. Menda musofir joyda hech kim yo'q o'zimiz. Ko'rishasizlar. 007123 manku men. O'shuning uchun oyoq qiyshiq bo'lib qolgan. Turkiyada qayerda yashaysiz? Shishlikda yashıyorum. Bugun sinovda bo'ldim. Shunaqa gaplar. Yulduz Turkiya yonini olib istoriya qo'yyapti. Ishonmanglar, siqilish mumkinmas deb. Va istoriyasini qo'ydim, ishonmanglar degani yo'q-ku. Ishonmanglar degani yo'q-ku. Men Yulduz bilan har kuni gaplashaman-ku. Yulduz agar sirlarni ochadigan bo'lsa, u qiz vobshe больницада emas, bir joylarda yashaydi keyin. Yulduz menga shunaqa narsalar aytib bergan, ularni eshitsa, Mohina menga qanaqa narsalar aytib bergan, ularni eshitsa vobshe u qiz tomi ketib qoladi. В Россию, как Узбекистан съезжу, обратном пути обязательно заеду в Россию. Ну, в Стамбуле я çok tatlı yaşıyorum. Jasmin opa SMS'ni o'qing iltimos. Qaysi SMS'ni o'qiy? Qaysi SMS'ingizni o'qiy? Dina nimaga sizni yomonlayapti? Har doim yomonlab chiqadi-yu u qiz meni. Har doim biror narsa shov-shuv bo'lib ketsa, to'pga chiqib ketsam, har doim yomonlab chiqadi-yu. Sizni yigitingiz bormi? Yo'q, yigitim yo'q. Men ham erga tegaman yaqinda. Erga tegib, tursik-pursiklarni yuvib, ovqatlar qilib o'tiraman. Shunda Instagramga vaqtim bo'lmaydi, g'iybatlarga vaqtim bo'lmaydi, kirmayman. Voy, mana rosa dinadan qasdi bor ekan, bitta odamni yomon yozyapti. Yomon qayta yozyapti. Bitta soобщениyani 5 marta, 6 marta qayta jo'natyapti. Siz Esenyurtda ko'rdim. O'qishdan chiqayotgan vaqtingiz rasmga tushmoqchi edim. Urushasiz deb bormadim. Nima urushaman? Men har doim inoqman-ku. Kursdoshlarim bilan turuvdim-ku, kelavermaysizmi? Nima urushaman? Jinniman men. Jinniroq odamga o'xshatmang meni. Tug'ilgan kuningiz qachon? 31-mart. Advokat bilan sindirib. Xolmurod salom deng. Xolmurod salom ekan sizga. Kimdandir, balobattarlardan. Shunaqa gaplar. Oxiri primoyizga ulgurdim. Voy, zo'r bo'pti. Qizingizni ko'rsating. Qizim pastda-ku, men tepadan. Qizim pastda, men tepada sevib qoldim bir pastda. Qaysi mart ayolsiz Jasmin? Opa, sizga sizdan yordam beraymi? Yo, svidaniyaga chiqyapman. 16-17 marta har kuni svidaniyaga chiqyapman o'rganish uchun. O'raniyorum. Farg'onadan salom, Farg'onaga salom. Otini e'tiboring. Kim otini e'tiboring? Man ham 31-mart. Voy, zo'r ekan. Tuyizga meni ham ayting. To'y qilmayman. Men prosta muhabbat yaprog'in o'zganing rostmi? Chichak ochilsin deb kutganing rostmi? Sevgi gulshanida bir nola bo'lib deb aytaman.
baxt yana qanday baxt xayolimga keltirmasman sensiz hayotni, balki bera olmasman senga boylik taxt, taqdir shumi, hayot shumi, qana haqiqat deb qo'shiq aytadi, rep aytib beraman. Qalay chiqdi? Ertaga Kokoshda intervyusi chiqadi. Ertaga Kokoshxonda intervyusi chiqadi. Ko'ringlar. Yetti oylik chaqalog'i bor qiz ketdim O'zbekistonga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzimisiz? Menga srochno yozib yuboring. Munisa Rizayeva sizni biletlaringizni hamma yo'g'ingizni qilib olib ketar ekan, yordam berar ekan sizga. Srochno menga yozib yuboring dannilaringizni. Bolani metrkasi bormi desam, top betib meni cho'rniga tiqib qo'ysa. Hoy, bo'lay dedim, hayron qoldim. Srochno sizga yordam berar ekan, biletlaringizni olib berar ekan, dokumentlarga ham hamma yo'qqa ketadigan rasxodlaringizni Munisa Rizayeva hammasini to'lab berar ekan. Srochno menga aloqaga chiqing deb yozsam, chap etib cho'rniga tiqib qo'ydi meni. Lo'qmizmi, как ishonamiz deydi. Endi qo'ringlar. Super. Hammaga salom qalaysizlar, opa, tuzimisiz, sog'laringiz yaxshimi? Go'zallikda siz ham kulib turganingiz bilan ichingizda o'tganni voy, nima siz gadalkamisiz? Mangalake tumsi pyare deb o'qiydiganmisiz? Keling, men siz o'zim o'qib qo'yay, ham tashvishga botgan opa ya. Men har doim kulib yashayman, kulib yuraman. Sochimda bitta joyda oq joy yo'q. Ko'ryapsizmi? Потому что men jinni ketdi narsalarga qayg'urib, переживать qilib, uspokоительный tabletkalar ichib, bo'qqa botib yuradigan odam emasman. Men juda ham baxtli odamman. Cho'ntagimda pulim bor. Qayoqqa chiqqim kelsa chiqaman. Qayoqqa borgim kelsa boraman. Men baxtliman. Keling, siz o'qib qo'yib chiqmasangiz, senga chiqarmasam, menga qonli katta bolalarga bir, xonqiragan so'ylarga bir, soch uzun qizlarga bir chaq. Chiqmasangiz, senga chiqarmasam, menga qonli katta bolalarga bir, xonqiragan so'ylarga bir, soch uzun qizlarga bir, chiq. Bismillahirrohmanirrohim. Rasa suq kirib ketdi opa sizga. Baxtsiz, g'amsiz, tashvishsiz ekansiz. O'y, baxtsiz, g'amli, tashvishli ekansiz. Chiqmasangiz, senga bo'ldi, amin Allohu akbar. Bo'ldi, baxtli bo'lib ketasiz. Sigaretga o'qib qo'ydim sizni. Billah, tutagan sari baxtli bo'lib ketasiz. Rayhonni gapiring. Rayhona Ganiyeva go'zal Parizoda va maftunkor ayol. Maftunkor ayol. Bopladingiz. Siz kulib turganingiz bilan qalbingizda g'am tashvishlar asarasi, yuragingizda parchalangan muhabbat degan xotinlarni rosa yomon ko'raman. Ey, men juda ham baxtli odamman. Dushanba kundan xotin qizlar qo'mitasida ishlashni boshlayman. Dushanba kundan ofisimga kelaverasizlar, Turkiyadagi qiynalgan ayollar. Dokumentga qiynlanayotgan ayollar, xotin qizlar qo'mitasida dushanbadan ishlashni boshlayman. Bemalolgina kelib meni oldimga assalomu alaykum desanglar va alaykum assalom deyman. Ayrim erkaklardan mujiksiz. Chunki gap qayerdan chiqadi? Shuncha gap qayerdan chiqadi? Qaynaydim. Opa, Alisa, включи, пожалуйста, Каниза Альфонс. Включаю Каниза, альбом Алфонс. Alfons. Dokument qilib berasizmi? Bo'xting. Deport qilishga yordam beraman, dokumentingiz yo'q bo'lsa. Ko'zimni ochib boq, storingizni ko'raman. Shunaqa qilingda. Baxtli ayol bo'lishga nima edi? Ha, ukol haqida gapirib beray men sizlarga, semiz ayollarga. Ukol qildirdim. Ukol qildirganimga 2 kun bo'ldi, 3 kun bo'ldi. Lekin chicha pamitim sal anaqa bo'lib qoldi meni. Chicha yetishmaydigan darajada bo'lib qoldi, pamitim yetishmayapti. G'alati bo'lib qoldi pamitim.
atak hammasi yaxshi. Ovqat 3-kun yeganim yo'q. Bugun arbuz yedim. 8 qoshiq 9 qoshiq arbuz yedim. Atak non, pon, ovqat umuman yeganim yo'q. 3 kun bo'lyapti. Tak что ertaga bugun uspet qilmadim, prokuraturada ishim bor edi, prokuraturaga bordim. O'shancha uspet qilmadim, bugun ves olishga ertaga chiqib olaman. Vesi. Munjara qildim men. Men 2,5 milligram qildim, 2,5 emas. 0,2,5 milligram qildim. 5 bo'lar ekan, 2,5 bo'lar ekan. Men 0,2,5 qildim, 7,5 ham bor ekan. Lekin men 0,2,5 qildim bu safar. Dushanba kuni yana qilaman, xudo xolasa. Ozodaniyam boshida yomonlab keyin ko'tiga kirib, voy Ozod opa yaxshi dedi, nima unaqa pul berishdimi sanga? Maratniyam yomonlading oldin, keyin shu tomonda bo'lding. Nimaga 3 marta 5 marta jo'natyapti mana voy. Shu 100% Star House'da odami. 100% Star House'da odami. Потому что hammaga ana kadastri chiqmayapti-ku. O'shuning uchun har tomondan chiqib yotishdi. Ahad Qayum Niholga 100 million marta chiqdi. Jasmin bilan gaplashing, boshqa proyektimizdan uy beramiz, u beramiz, bu beramiz, gapirmasin Star House'da. Gapirmasin, iltimos gapirmasin, voydod gapirmasin deb u yoqdan ham chiqishdi, bu yoqdan ham chiqishdi. Star House'da gapirmasin, Jasmin iltimos deb. Gapiramanda xalqni kadastrini qilib beringlar, svet gazini yoqib beringlar, всё. Olam Guliston. Nimaga men bilan tortishib, gapirmasinga u yoqdan bu yoqqa videolarimni kesib chiqarib, shantaj qilib meni dugonalarimni otdan balat itdan pas qilmasdan, prosta pul ketkizmasdan kadastrini chiqarib beringlar. Hammaga artistlarni to'plab olib, ana nima edi? Xurramov bechorani chaqirib, Jasmin, mana men Star House'ga keldim degizdirmasdan, lучше shularga pul sarflamasdan shunday kadastrini chiqarib bering. Rustam akamiz, Dilshod akamiz, nima edi ismingiz? Kadastr anaqa Star House direktori. Shunday chiqarib bering kadastrini, bo'ldi, olam Guliston. Hech kim sizni gapirmaydi. Shunday kadastrini chiqarib, odamlarga liftini to'g'irlab, svet gazini qilib bersangiz, bo'ldi, olam Guliston. Hech kim sizni gapirmaydi. Qanaqa ukol olyapsiz? Azempikmi? Yo'q, Azempikdan qo'rqdim. Munjara olyapman, Munjara. Munisa opa berib yubordi, shunday ukol qildi. Munisa Rizayeva berdi. O'zbekistonda bor ekan, bu yerda yo'q ekan, O'zbekistonda topib jo'natib yubordi, shunday ukol qildim. Jasmin, assalom alaykum. Direktingizga, voy, direktimga. Usloviyasi shunaqa bo'lganki, Marat akani Iskandar aka aytib berishicha, usloviyasi shunaqa bo'lganki, qiynalgan oila istoriyaga videosini qo'yib, ko'rsatib, mana shu yerda yashashadi, mashtaqa farzandlari bor, mana xo'jayini o'lib ketgan deb video snimat qilib, meni belgilab, nomer telefonlari bilan qoldirasizlar, men ko'raman, videoni olaman, Iskandar akaga jo'nataman, Iskandar aka Marat akaga jo'natadi, orasidan o'zi xohlagan odamiga telefon qiladi. Hamma rasm Telegramga yozib yotibdi. Hamma menga Telegramga yozib yotibdi. Telegramda men o'tirmayman. Telegramda dugonam o'tiradi. Telegramga yozib ovora bo'lmanglar. Men sizlarga aytdim-ku, istoriyaga qo'ysanglar, meni atmichat qilib qo'ysanglar, o'sha qiynalgan oilani videoga olib, bolalarini ko'rsatib, hammasini ko'rsatib, men qo'ymayman, uni xavotir olmanglar, sharmanda bo'lib ketmaysizlar. Istoriyaga qo'ysanglar, men istoriyadan videosini zapis ekrani qilib, nomer telefonlari bilan qo'ysanglar, olib Iskandar akaga jo'nataman, Iskandar aka Marat akaga jo'natib beradi. Bo'ldi, shu bilan tanlab, nomeringlarni tanlab, telefon qilib, o'sha Sabrinaga atalgan uyni sizlarga berib yuboradi. Bo'ldi, shu usloviyasi, и всё.
Shunaqa gaplar. Среди вас есть из Qoraqalpog'istona, да, двое. Bülent Ersoy haqida gapiring. Bülent Ersoy primadonna Tursiya. Suratmi aldanib, sakın yarınmayın. Gözününde güle bakmayın. Aslında dilim yanar, vardanem bende. Sürey taştan sanmayın. Tan olur gideceğim içime içime. Sözler ür köz yaşlarım deb aytadimi? Ozdiradigan ukol qildirganimga 3 kun bo'ldi. 3 kundan beri tuz totganim yo'q. Tak что shunaqa gaplar. Men sizlarni sevaman, muhabbat sizlar tark etmassan, muhabbat bizni tark etmassan. Sizlar meni muhabbatim, sizlar bilasizlarmi? Sizlar meni muhabbatim.